Hormayapsiz aka? Charchamasdan. 1 minutga qolmasdan qo'yib bo'lsa, 30 sekundda malades, tanjoningiz sog' bo'lsin. Nechaga kirdingiz? 18 ga kirdingiz. Malades, tanjoningiz sog' bo'lsin. Va sizni yoshingizdagilar bekor yuribdi-da, ancha-munchasiz. Nima maslahat berasiz shularga? Shogirdingizmi uni? Nechta shogirdingiz bor? 2ta. 18 yoshingizda 2ta shogirdingiz bor. Malades. Nima maslahat berasiz yoshlarga? Hozir hammasi oson pul topaman, osmondan tushaman deydi-da. Ular ishlamasa oson pul topmaydi. Hamma narsaning qiyinchiligi bor. Qiyinchiligi bor-a, o'ziga yarasha. Ishlash kerak, pul topish kerak, tamom. Hozir sizlarda hamma eshiklarni, misol uchun, liboy turdagi eshiklarni chiqarib beraverasizlar. Atpechatkalik, bez atpechatkalik, a? Ha, bu murojaat qilaversin sizga. Bo'ldi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Atpechatkalik eshiginglar ham bor-a? Bor. Bo'ldi.